61 kvadratli korobka uyni 45 ming dollarga berib yuborilyapti. Novostroykadan Sergeli Radomdan o'tganda Kamal Construction'da 61 kvadratli ikkita uy sotuvga qo'yildi. 12 etажga Novostroykaning 10-etajida joylashgan, kadastrlari tayyor, arzonga berib yuborilyapti. Hop, mana liftdan chiqqanimizda bu o'ng tarafda 3 ta, chap qo'lda 3 ta kvartira bor. Ana kirganimizda o'ng qo'lda oshxona uchun joylari bor. Aslida bu oshxona bo'lgan, zal va yotoqxona bo'lgan. Buni bemalol 3 ta xona qilsalaringiz bo'ladi. 3 ta deraza bor. Kuxnya bu yoqda bo'ladi. Sanuzel bir qismiga joylashadi. 2 ta balkoni bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Taxminan razmeri 1 ga 2 razmerli, 1 ga 2 metrli. Bu yoqdagi sal kattaroq. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Balkon siraz yopiladi. 2 ta xuddi shunaqadan qo'yilyapti. 45 ming dollarga berib yuborilyapti. Opsotarlar narxida bo'lib qoldi bemalol. 61 kvadrat. Bitta devor qo'shni, xohlasangiz bu devorni olib tashlab, narigi 45 minglikdan qo'shib olsalaringiz, ikkita bir 6 xonali uy qilsangiz bemalol bo'ladi. Birinchi kvartiramiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuning ikkinchisi mana shu eshik orqali kiriladi, o'rtada devorni olib tashlasangiz bo'ladi. Mana ikkinchisini ko'rishlaringiz mumkin, xuddi shuning egizagi, faqat boya kirganimizda kuxnya bu tarafda bo'ladigan bo'lsa, kuxnya ikkinchisida bu taraf kirganimizda chap qo'lda bo'ladi. Balkonlari, razmerlari hammasi bir xil. Ko'rishlaringiz mumkin. O'rtada mana shu bitta devor bor, xolos. Bemalol buni 3 ta derazasi bor, 3 ta xona qilib foydalansalaringiz bo'ladi. Lokatsiyasi mana 5-metro bekatdan kelganda Korzinka, 1-radom bor, radomdan to'g'rida o'tganda 12-avtobus parki shunda yonida joylashgan. Maktab bog'cha yonida bor. Pastdan nomerga aloqa chiqarasizlar. Arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.